Aldı bilen sizningki bir esiringizden gap başlasak. Çünkü Uyg'urlar arasida bay deganimdek shu bizniki ziyolilarimiz xalqqa nima qilib beryotidi deydiganga xalqimiz bek diqqat qiladi. Buningda sizning bir asringiz xalqimiz orasida qattiq ta'sir qo'zg'adi desak bo'ldi. Ham nihoyatda yaxshi bahoga erishib kelmoqda. U bo'lsa-mu Uyg'urlar psixologiyalik urushda degan asringiz. Endi sizmi bilasiz, chet elda Uyg'urlarniki kitob o'qish sharoiti degandek yaxshi emas. Ba'zilari Türkiye'dekilarniki yaxshiroq. Endi chunki bu kitoblar asosan Turkiyada bisilib, Turkiyada tarqatilg'achqa u yerlik qarindoshlarimiz bevosita kitobni setib olib o'qish sharoiti bo'ladi. Boshqa masalan Yevropa, Avstraliya, Amerika qit'asidagilar asosan Türkiye'ye bağlan vaqtlarda setib olganni hisoblamaganda ba'zilari zakaz qilib masalan Turkiyadan keltirib o'qiydiganlar borki, demakchimanki bu kitobimizni o'qiganlar bor, o'qimaganlar bor. Ama bahane, her xil bahalarni, yaxshi bahalarni anglab kelyapmiz. Shunga bu savolni boshlashimdagi maqsadim shu temasiga asosan, ya'ni Uyg'urlar psixologiyalik urushda debsiz. Ya'ni Uyg'urlar qanday psixologiyalik urushda hozir? Bu yerda qisqa bir kitobingizning mazmuniga bog'lab turib bir tushuncha berasiz? Bu kitobninki psixologiyalik urushda deyishning sababi albatta bu kitob siyosiy urush haqida kitob emas. Yoki haqiqiy urush haqida kitob emas. Bu faqat psixologiyalik urush. Ya'ni Uyg'urlarning Xitoylar o'rtasidagi 1949-yili Uyg'urlar Xitoylarning mustamlikasiga tushgandan keyingi tariximizningki psixologiyalik nuqtadan yo'ritib berilishi. Buningda biz shu 70 yillik tarixda biz o'zimiz tarixdan beri tushunmagan, ta hozirgacha tushunmay kelgan bir millatninki bizga solgan g'oyat zo'r bir psixik tajovuzchilikka uchrab keldik. Ammo biz buni his qilolmadik. Bu xuddi kitobim deganimdek bu istutaksiz bir urush holatida bo'ldi Xitoylar bilan. Bu butunlay bizninki menimizda Menglar bilan menglar o'tirishdiki, hissiyotlar bilan hissiyotlar o'tirishdiki, qimmat qarashlar bilan qimmat qarashlar o'tirishdiki, shundaqla vijdonlar bilan vijdonlar o'tirishdiki bir intayin hayotnamatlik bir to'qinish, bir urushga kirdik. Ammo ko'pimiz buni his qilolmadik. Uning ustiga bizda bu 70-yillik ahvolda bizda Xitoylar bilan qurol ko'tarib urush qiladigan bir ahvolimiz yo'q. Ya'ni biz 49-yilda o'zimizningki milliy armiyasimizni Xitoyninki ozodlik armiyasi tarafidan tinch yo'lda atalmış Şinjanni ozod qildi deyilgandan keyin bizning milliy armiyamiz asosan tugadi. Demak, milliy armiya tugadi degandan keyin bir millatni o'zini qo'llash iqtidori tugadi degan gap bo'ladi. Shundan keyin 70 yillik tarix psixologiyalik, ya'ni siyosiy psixologiyalik bir urush tarixi bo'ldi. Abay deganimdek bu ikki kuch o'rtasidagi bir to'qinish bo'ldi. Bu to'qinishninki eng oxirisi Xitoylarninki qat'iyam bilan oxirlashdi. Demek Xitoylarning qat'iyamining yana bir nuqtasimi Uyg'urlarning kallasini uzib kelsa, yoki butunlay qaytadan o'zgartirib shakllantirib chiqish, yoki inglizcha qaytadan injenerlik qilib chiqish, yoki re-engineering, yoki buni bo'ysunmagan kallalarni va bu kallalarning egisini, jumladan ziyolilarning hammani qatl qilish. Xitoylarning maqsadi intayin aniqdi. Hamda mening bu kitobda yozganlarim bu kadar bo'lgan bilan yozmaganlarimni o kadar hasratli. Nima uchun degan vaqtda men 2017-yilda bu kitobni yozib bo'lgan vaqtimda buningning uchidagi mana shu qatliyam to'g'risida men hech nimani deyolmaganligimga hozirgacha ko'nglimda bir hasrat o'tiba bir gunoh tuyg'usi o'rganadi. Chunki bir yilga qolmay ilib berilgan bu qatliyamni bizdeki hech qaysimizningki ko'ranmasligi va bilinmasligi, hech qanday bir sha'bini, hech qanday bir yerda deyanmasligimizning o'zimi bizning bu urushda qancha tayyorliksiz kirganligimizni va bu urushda qanchalik nurg'un narsalarda o'zimizning bexuquqimizni qilib kelganligimizni aniq tushuntirdi. Buni eng cho'ng o'quvchilarimningki birisidan oldinlarda o'tiribdimanda. Shunga bu kitob bir tarafdan shu 70 yillik tarixning 70 yıllık tarihte psixologiya jihatini yakunlasa, yana bir tarafda 70 yillik tarixning yakunini chiqarolmagan bu jihatdan mag'lub bo'lgan bir kitob deyishga bo'ladi. Gapimga bu savol. Rahmat. Endi bu asrimizda bir 2-3 jumlani men o'qib chiqay, andan keyin bu to'g'ri savol so'rayman.
Sayfiddin siyosiy ideologiya tarafidan burun tanlangan, şuna erkin iradesini yo'qotgan tragediyalik va ziddiyatga to'lgan shaxsdir. Darhaqiqat, uning vujudida bir qahramonlik bor. Ammo u xalqning o'zidan kutgan umidini rad qilgan qahramondir. Ya'ni, u bir qahramon sotqindir. Uning sotqini vatan emas, tuproq emas, yoki xalqning boyligi emas. Uning sotqini haqiqiy ozodlikqa tashna xalqning o'zidan kutgan umididir. Masalaning ichinishlik tarafi shuki, u o'zini qahramon deb qarash sabablik o'zining sotqinligini bilmay o'tgan bir siyosiy mag'lubiyatchidir deb yozibsiz. Hamda bu Sayfiddin bu nemish o'qidim deganda Sayfiddin Aziziy to'g'risida xalqimiz orasida hozirgacha talash tortish bo'lib kelyotidi. Ba'zilar uni durust odam, xalqqa kuyingan yaxshi odam desa, yana ba'zilar u bir munofiq, bizni mush kunga qoldirgan ashu munofiq, vatanni Xitoyga sotgan munofiq deb tilashadi. Ammo sizning bergan bahoringiz ikki bizlikka, ya'ni u qahramon sotqin debsiz. Ya'ni buni ba'zi odamlar tushunmay qilishi tabiiy. Ya'ni bir odam ya qahramon bo'la oladi, yoki sotqin bo'la oladi. Nemishqa bu yerda siz uni ham qahramon, ham sotqin deb tasvirladingiz? Aldı bilan Sayfiddinninki ikki yaqinligi bu uning intayin tariximizdagi intayin bahislik va vujudi noiti qarim-qarshiliklarga ziddiq to'lgan bir shaxs ekanligidan iborat. Shundoq bir mening nazarimdagi bir o'ylanishning natijasi. Men Sayfiddinni Uyg'urlarni sotdi yoki Uyg'urlarning butun mushu hozirgi ahvolininki bosh jinoyatchisi deyishga men tasdiq etmayman. Chunki Uyg'urlarni u Sayfiddin sotadigan yer emas, chunki u Sayfiddin keyin Xitoylar tarafidan yo'lab chiqarilgan bir odam, ammo u yo'lab chiqarish ilgari butkul huquq uning qo'lida bo'lgan emas. Uning ustiga u eng oddiy misol kelsam, Jang Jejung Sharq Turkistonga kelgan vaqtida 46-yilda 11 bitimda tuzish vaqtida kelgan vaqtida u bitimning oldiga chiqqanlar Ahmadjon Qosim qatorliqlar. Jang Jejung'ninki aş vaqtning o'zida shu ikkinchi Cumhuriyetning odamlarininki Sharq Turkistondan iborat bir mustaqil davlatlik aloqalarning hammani ko'zdan yo'qotib oldiga odatdagi bir shaxsga kelishni buyurgan vaqtda bundan hammasiniki aş vaqtda ashuna kelishning o'zilla eng chong ta'sirchilik amaliyotda. Buningda Sayfiddinning cho'ng bir nimasi yo'q. Ammo endi men Sayfiddinni nima uchun qahramon degan vaqtda Sayfiddin qo'liga qurol ilib Sharq Turkistonning ozodligi uchun dastlabida qarshi chiqqan bir yoshlarninki bir qismlarga kirdi. Bu uning qahramonligi. Ayni vaqtning o'zida bunday bir qahramonlikning bo'lishi intayin bir ta'sir. Endi bu yoshlarninki Sharq Turkistonni ozod qilish vaqtida tayinlangan ideologiyasida bularninki Abdukerim Abbosovning orqasiga kirib Xitoyninki Yan'andagi kommunistlar bilan 44-45 yildan tortiblar aloqa qilishi bu uningki boshdan oxir bu ishlarda Xitoy Kommunistik partiyasi tarafiga yo'nalganligidan iborat bunday bir xalq partiyasi qurildi. Shuning ichida bo'lishining o'zi ayni vaqtda Sharq Turkistonninki vaziyatida bularmi ikkinchi Cumhuriyetninki hokimiyatning ichki qismida Alixon To'ri boshchiligidagi bu diniy tabiqadagi zotlar bilan Ahmadjon Qosim tarafidagi sovetparast bu ziyolilar va bizim mülki ve siyasiler oturustaki ve şundakla Gomindan çıpırışlar Mava İsa alıp dikin katarlıkla bu üç kişinin arasında buna tötüncü bir küçülüp Xitay Komünistlerine betinip küçülüp oturdu çıkdı. Demek aynı vaktin özüde biz ben bu kitabını cıqtab ketken bizden ideologiya cihati bölünüşümüz bizdeki milli azatlık ibaret en yukarı bir nişanda yetişimizde to'saqlagan. Biz bir ideologiya yani biz tutkan terbiyemizga xizmat qilganmiz ki hiç qasd taraf o'zi vakillik qilish tegishli millatninki manfaati uchun xizmat qilolmagan atrofida. Buni işte bir qadar yaxshiroq ilg'on to'ra boshqalar. Endi Sayfiddin mana o'sha ichidagi birsi. O'sha ichidagi birsi, anadan keyin buningki bir necha ishlar bor. Buningki bu endi bir bir narsa qisqirib qo'yadi. Demak, o'sha to'rt guruhga bo'linganlarning hammasininki bir o'rtaq nimasi alohidaligi, hammasi bir ideologiyani vosita qilish orqali yani bir ideologiyani o'ziga bosh qilish orqali ayni vaqtdagi atalmış Şimşi Seyn'den qolgan va Gomindanning hukmronlik
kelayotgan Sharq Turkistonning vazifaga bir yaxshilik olib kelishdek shunda bir siyosiy o'zgarishni olib bormoqchi bo'ldi. Ammo buningki hech qaysi o'zi tayinlayotgan siyosiy ideologiya, siyosiy kuch va boshqa bir davlatningki g'arazning qanday ekanligini chigi-chigidan bilolmaydi yoki buni analiz qilib to'liqman chiqarolmaydi. Bunun işte eng nachar analiz qilganlarning birisi Abdukerim Abbasov Seyfiddin Aziz deyishga bo'ladi. Xo'sh, 49'dan keyin Seyfiddin Azizninki mesela kitaplarını yazdık, özün kitaplarındaki Xitayninki Ahmetcan Kasım qatarlıq Şərq Türkistan'ın 5 adımınınki Alparan hadisdə tüyüksüz, sırlıq tərzdə öldürülüşü, yani ölüşü de deyilgen ama öldürülgen, muş qatarlıq məsələlərdə Şərq Türkistan Milli Armiyasiga bu haqda xabar berishni kechiktirişi, bu xabarni taki Xitayning armiyasındaki Şərq Türkistan'a yerleşikçe to'xtatib qo'yishdan hammasi Sharq Turkistonning buningki Seyfiddinninki siyosiy jihatdagi eng chong Xitoyga Sharq Turkistonni solab bergan siyosiy og'zimni buzuytma solab ekanligini bildirgan. Bu yerlikse bu yaqinda g'aldirlashib bir siyosiy saqlanib mangan yeri bu. Hamda bu yana shunday bir u keyin endi meningki masalan ba'zida deydi ben onunla getirmeyim. O kitabını yazıp getirdim ben. Yani Seyfiddin Aziz'i bombasa bu devlet Allah'ın ketketti bu değil. Elbette şunda. Ama bu keçişte her bir şahsın yani biz mesuliyete sürüşüşümüz gerek. Ağzım şu mesele götürüp atılmaz. Mesela vatanda Xitoyda vatanda satqanlar. Mesela ötken katımda bir sözümde deganimda Xitoyda ishlaganimni men Uyg'urlarni Xitoyninki bostirishdan qutqizib qoldim deyalardi bu. Xitoyning ichida uch oshkora jihodni targ'ib qilib xalqimizningki chet elga chiqib Suriyaga berib bu terrorizmga bog'linib kelishiga sabab bo'layotganlarmi men qirmasam Xitoy qirmamdi deyilyapti. Hammasi o'xshash bir nuqta nazar var yani. Yani bunu qilmasa Xitoy qirmamdi deydi. To'g'ri Xitoy qirdi. Ammo Xitoy qirganning ichida har bir shaxsningki o'zining erkin tanlashi bor. Agar unda bo'lmasa biz misol 2. Dünya urushidagi mesela meyada dağlık bir sot var diye ben buna yani gapirsen çekilip gidip kaldım. Aynı kayıtlarına gittim ki. Mesela məxsus Yerusalim sotida Aytman dediğim bir dağlık bir Germaniyanınki SS əməldarı var. Bu 5 milyon Yahudininki Avrupa'nın her bir caylardan ceza lagerine toşuluşununki lojistikasını mesele olan bir adam. Bunu İsrail'ninki məxfi təşkilatı 1960 yılı Argentina'da turvatqa yerdə məxfi İsrail'e toşup gelip bununla uçuk sot qilib, bununla hüküm ceza hüküm ilan qildi. Şu vaqtda o nima deydi degan vaqtida men boshdan oxir cho'ng bir mashina ichida bir kichik bir ventitdim. Men faqatla ustunlikni buyrug'ini qildim. Men bo'lmasam bu qirg'inchilik bo'laverdi deydi. Hammasi da gap o'xshash hozir. Seyfiddindan tortib hozirgacha hammasi o'xshash. Ammo sotning deganida senin şu vaqtning o'zida şu sana buyruq tushiradigan aşı bürokratik sisteminingki inson qalbidan chiqqan siyosatni rad qilish yoki rad qilmaslik, uningga moslashish yoki moslashmaslik, uning bir ventisi bo'lash yoki bo'lmaslikni tanlash huquqing bor. Sen uningga ishashni tanlagan ekansan, bu sening xolig'ing bo'ldi, bu sening xolig'ing bo'ldi ekan, sen xolig'ingga mas'ul bo'lsan, sen o'zing ishga mas'ul bo'ldi ekansan, jinoyatlarni ustiga olasan deydi. Hammasi o'xshash. Ya da agar biz unda qilmasak, yana o'xshash. Xitoyning o'xshash kelishdi. Agar bu qat'iyatda sotga chiqsa, Xitoyning men bo'lmagan bo'lsam, Xi Jinping Uyg'urlarni qiramamdi, Kommunist partiyasi qiramamdi Uyg'urlarni deb o'xshash gapni Uyg'urlar degan gapni. Shu hammasi chiqib ketsa, Seyfiddin Azizninki tarixda 5-dan ketmaydigan eng chong mas'uliyati, masalan 49-yili agar u keyin aldangan bo'lsa-mu yoki o'zi haqiqiy Sharq Turkistonninki ozodlikni ko'zlagan bo'lsa, o vaqtda qo'lidagi milliy armiya bilan Xitoyninki ozodlik armiyasining kutib ürüncülü usulüne Xitoyning askeri gül taqdim qilmay, balki Qur'onga ular qarshi turgan bo'ladi. Bu vaqtda u bizning haqiqiy liderimiz bo'ladi. Endi oxir bir nuqtani ketib qo'yay. Bu 51-chilar vaqtida u Uyg'uriston tushishini ko'rguvchilarning bir qismi Seyfiddin. Buni unutib qolmaydi. Bu degan vaqtda dal men abay deganimda ko'p qirliq bir odam bo'lsa Seyfiddin degan. Agar bu ko'p qirliq bo'lmagan bo'lsa 51chilarningki qatorda bu bo'lmagan bu 51chilarning maqsadi nima degan vaqtda 2-Cumhuriyatda qolgan harbiy mulkiy amaldorlar, ziyolilar va boshqalar Xitoydan jumladan Jo'laydan Sharq Turkistonningki aslidagi va'da bo'yicha mustaqillikni qo'lga keltirishi, Xitoylarning chiqib ketishini talab qiladigan ish bu. Shuningdek keyin Jo'lay cho'chib
qanday qilib shuningdan tortib eng chong Uyg'ur millatchiligini bostirish ana shundan boshlandi. Ham shunlar bir vaqtda jo'nlay Uyg'urlarningki peshonasi ko'rdigan kuniki qamga bosdi. Ya'ni asonliq millatlarningki cho'ng va sotsialist davlatda asmalasa bo'lib ketishi tarixdagi zaruriyati degan gapni 56-yilda deydi. Demak, bu gap hammasi kelsak Seyfettin'ninki hattaki Seyfettin'nin bazı şiirleri var. Ben acaba bilmem onunki sahtılıkını, Mekke'den kıldırgan şiirleri var. Düştürüp kalsak şu kıyafette bunu kuşaymadık ama kuşayman kolup gelmedi. Çünkü Seyfettin aynı vakitte en çok Uygurlardaki en mühim. Ahmetcan Kasım'ınki vafatının kiyinki en mühim. Harbi, mülki ve siyasi emeldardı. Uygurların nerede başsa Uygurlar şu yer bulak mı? Aynı vakitteki Gulca etrafındaki 3 vilayet ve bir oblast bütün halk Seyfettin'in gibi işletti ve onu arkasına attı. Bu vaktin özünde biz hazır kadar azatlık armiyanı kütübüde numussuzlarca ulanınki bizden tinçlikle azatlık koyuqalık gibi mağakarını götürüp ahirse hem mülansız armatını kamına buladı. Şunu uyardı onun mesuliyeti badeyler. Onun şahsi mesuliyeti. Şuna Seyfettin Aziz'ine yapımcı çıksan birisi Uygurların bütün işini Beyramlı Seyfettin Aziz'i mesuliyinde bu internet köpürüldüğünde yapıyor. Seyfettin'e mesul bulamaydı. Ama 49'dan keyinki işleri, onun aldığı nurgun işleri o üzük yığan şu dair işler o mesul bulamaydı. Bu bir. İkincisi Seyfettin Aziz'ninki Halk Partisi katlışı hainlik, sapkınlık. Onun aslındaki Uygurların kutkusu için çıkan kahramanlıkla üzük karım karşı çıkan sapkınlık ana şeyde. Bu ikincisi. Üçüncüsü onunki 51'lerin işini arılışı, onunki yanıla özünün hata kıyğanlığını ve Xitaylarınki internet karnılığını his kıyğandan keyinki çöküşünü ifadeleşi mümkün. Ama bu toplumda tarihi hatlarga biz muhtaç bo'lamiz. Benim gibi bir sebepler doğrusu. Tamam. Rahmet.